Fakt bo'yicha ochiq oydin video qilishga o'rganganmiz. Ya o'likni ko'rsatmay, ya kasalini ko'rsatmay. Mana kecha yig'ib qo'yilgan tovuqlar tuxumlari. Bu yerda o'rtoqlar tovuqlarimiz bir kunda rasxotimiz 3,5 million, prihodimiz 7 million pul bo'ladi. Ya'ni undan keyin mana shu bitta liniyamiz to'lig'icha baraka bo'lgan zakolatini berishgan. 2000 ta mana shunday bitta liniyada 2000 ta bor. Assalomu alaykum. Xolislik biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari. Mana tovuqxonamizga keldik. Xaridorimiz bor edi. Chaqirib ko'raylik deyishgandi. Mana keldik o'zimiz ham birgalikda. Mana 90 nomer ekan. Hozir ichigarini birgalikda kuzatamiz. O'rtoqlar, mana tovuqxonamizni ichki yem tayyorlaydigan joyimiz. Mana bular yemlarimiz, xom ashyolari mana. E'tibor beramiz. Bu drabilka makka bug'doylar maydalaydigan, soya, poya, seminchka, makka bug'doy hamma narsa shetga jamlab qo'yiladi. Drabilka, bu mishalka, mana shu yerdan mahsulotlarimiz aralashtirib tashlanadi. Bu ichkariga olib kirib ketib, bunkerda ichida aralashtirib, hammasini keyin mana bu yerdan tushirib beradi. Mana bu nimasini ochilsa, o'zi ana shu holatda tushadi. Yog' quyishimiz mana yog' sistemamiz mana bunday. Tepada katta motor bor, mana shu aylantirib tayyorlab beradi o'rtoqlar. Hozir ichkarini birgalikda kuzatamiz tovuqxonamizni. Mana bular kechagi tuxumlari o'rtoqlar. Mana kecha yig'ib qo'yilgan tovuqlar tuxumlari. Bu yerda o'rtoqlar tovuqlarimiz oldingi videolarda ko'p aytib o'tyapmiz o'rtoqlar. Qiziqtirgan savollarga yana esimda bor qolganiga javob berib o'taman. Tovuqlarimiz 6800 ta donasi soni jami hozirgi paytda 93% ga chiqdi. Ya'ni hozir 210 kilotga tuxum beryapti bir kunda. E'tibor beramiz, 210 kilotga tuxum beryapti. Bu degani 6300 ta tuxum beryapti. 6800 ta tovuq har kuni. Kimda kim qiziqsa, shunaqangi tovuqxonalar qurish niyati bo'lsa, setkalarni ham ro'para qilamiz. Xudo xolasa tovuqlarni ham aytgan vaqtlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Hozir xaridorimiz ham ko'rib ketishdi. Holatlar shunaqa o'rtoqlar, jo'jalarimiz. Bular hozirgi paytda 7 oydan o'tdi adashmasam. Bular o'tgan safargi videomizda 7 oylik bo'ldi deb video qilgan ekanman. Adashmovchilik bo'libdi, 6,5 oylik bo'lgan ekan. Ya'ni YouTube kanalimizda videolarni ko'rsalar, Samarqand naslchilik fabrikasidan olingan tovuqlarimizni o'sha 4-iyunda kelgan edi. Endi mana bunday holatlar ham bo'lib turadi o'rtoqlar. Bitta hamta sholi kurmesi bo'lmaydi deydi, bitta hamta mana shunaqangi cho'qishmovchilik boshqa bo'lib, o'lim holati bo'ladi. Biz fakt bo'yicha ochiq oydin video qilishga o'rganganmiz. Ya o'likni ko'rsatmay, ya kasalini ko'rsatmay, yashirib o'shanan narsa yo'q. Ochiq oydin ko'rsatamiz. Mana axlatlari o'rtoqlar, ishchilarimiz ulgurmay qolgani, mana axlatlar to'lib ketgan nihoyatda. Mana axlatini olsa bo'lmaydimi deydigan gaplarga hojat yo'q. Bularni tushuntiryapmiz. Imkon qadar bugun tozalashadi, xudo xolasa. Suv liniyani qanday suv ichadi deb savol keldi o'rtoqlar. Mana bu bochkalarga suv to'ldiriladi. Har bittasi 1 tonnadan oladi. Ochirit bilan, ya'ni to'ldirib qo'yiladi. Bu havo haroratiga, xonani haroratiga isib turadi. Ko'chadan kelgan suv priyami berilmaydi, tomoq og'rib qolishi mumkin. Mana shu bittadan ochilinadi. Har bittasi tugasa unisi, har bittasi krani bor mana. Mana shu yerda bochkalarga tushadi. Bochkalardan mana shu nipl orqali ketadi. Mana shu qora liniyada suv ketadi. Mana shu nipilchalardan suv o'chadi bo'ladi. Har bitta kameraga bittadan qo'yilgan suv nipillar. Tuxumlarga kelsak, mana 4tasi 4ta tug'yapti. Mana tuxumi 4tasi 4ta, mana bu 3ta. Mana bu ham 3ta, bag'i 4ta. Bular hozir ertamatdangi video o'rtoqlar, hali yana mana shu 3taliklar ham 4taga yetkazib qo'yadi. Mana 4talikda 4ta, 4talikda 3ta, 3ta, yana 4tadan ana shuni hisobiga hozir 93% tuxum beryapti. Mana tuxumlarni ko'rsalar ham bo'ladi. Tuxumlari ham normal holatda. Bular 7 oylik bo'ldi. Ertadan keyin 7 oylik bo'lar ekan xullas. 4-chisilarda.
qiziqqanlarga oldingi ma'lumotlarni berib o'taman o'rtoqlar. Bularning foydasi qanaqa bo'ladi, qancha daromad qiladi degan savollar ko'p kelyapti o'rtoqlar. 210 ta tuxum beryapti. Misol uchun 210 ta tuxumimiz, 1 kilogga tuxumimiz 31 mingdan chetdan olib ketishyapti hozirgi paytda. Sababi tuxumimiz nisbatan 1 kilo 700, 1 kilo 800 ligini hisobiga. Bular yoshi o'tgan sa'a 1 yoshdan o'tgandan keyin 1 kilo 850, 1 kilo 900 likka aylanadi tuxumi. 1,5 yoshida 2 kiloga chiqadi. O'shanda tuxumi qancha yig'ilsa, vesi og'ir bo'lsa, shuncha qimmat sotiladi tuxumi. Yemi qanaqangi yeyapti deyilsa, hozir o'rtoqlar 850 kilogacha don yeydi bular. Donimizni kilosi 4 ming deb hisoblaymiz o'rtoqlar, plus minusi bilan. 4 ming bo'lganda hozir 3 milliondan 3,5 milliongacha bir kunda yeydigan ozuqasi o'rtoqlar. 3 million, 3,5 million e'tibor beramiz. O'rta hisobda 6,5 millionlik 6,5 million undan sal oshiqrog'iga tuxum sotilyapti bir kunda. Ya'ni masalan 6,5 million, 7 millionlik tuxum sotilgan bo'lsa, donni ham grubi 3,5 million yeyapti desak, bir kunda rasxotimiz 3,5 million, prihodimiz 7 million pul bo'ladi. Ya'ni nechta pul yegasa o'shancha daromad bo'ladi. Bu mana shu biznesga shunchalik bo'lgunicha oson bas, oldin aytib o'taman o'rtoqlar, bu osonlikcha bu 10 million tikib 10 million foyda olish oson bas. O'sha paytgacha mana oradan bahordan boshlagan bo'lsak, bahordan beri mana shu natijaga erishgan payt endi keldi. Endi bundan bu yog'iga kuniga nechta pul rasxot bo'lsa, o'shandek davom etadi. Masalan 10 million yem yesa 10 million bir kunda qoladi. Grubi ob'yomga qarab. Bu hozir 3,5 million yemimiz shu stabil narx, bunday aytganda qishda ham shuni yem deydi, yozda ham. Endi 10 million deganimki, shunga 3 barobar 20 mingta tovuq boqilayotgan bo'lsa, bir kunda o'rta hisobda 10 million daromad qilsa bo'ladi. U narsa oson emas o'rtoqlar, o'shani aytib o'taman. Keyin shu tuxumda ko'pchilik qiziqadi. Shu daromad davomiy bo'ladimi? Yo'q, davomli bo'lmaydi o'rtoqlar. Yana davom aytib o'taman. O'tgan yili mana shu yangi yil atrofida tuxumlar 45 ming 50 mingga chiqib ketgan. Narxi e'tibor beramiz. Bu yil o'sha 38 ming 40 mingga barar bormas narx bo'ldi. Ya'ni bu bozorga qarab, tuxumni tortishiga qarab narx o'ynaydi. O'shanga e'tibor beramiz. Agar o'sha 50 mingga chiqib ketgan bo'lganda, hozir 3,5 million yem yeb turgan bo'lsa, bir kunda 7 million yemdan tashqari foyda berayotgan bo'lar edi. Yozdachi degan savol tug'iladi. Yozda tuxumlar narxi tushadi o'rtoqlar, ko'p nimaga aytib o'taman. Yozda kunida issiqda tez aynishini hisobiga, talab kamligini hisobiga tuxum narxi tushadi. Oldingi yillari 20 ming, 22 minggacha tushgan. Ba'zi joylar 19, 18 ham sotgan. Tuxumlarda yozda kunida, qishda bas. O'shanda o'sha 20 mingga tushsa, o'zini yemini pulini oqlaydi, ortiqcha daromad bo'lmaydi. Shunisiga e'tibor beramiz. Yozda o'lik sezon hisoblanadi. O'shaning uchun hozirgi paytda, qishki paytdagi narx yozga to'g'ri kelmaydi. Bu yil Xudoning qudrati bilan har kim fasl har xil, ya'ni go'shtlar oshib ketganigami yo eksportlar ochilib ketganigami, bu yil yozi bilan tuxumning narxi deyarli 30 mingdan tushmadi. Hozirgi paytda ham yozi narxidagi pashti bir xilda narx ketyapti, tuxumning narxi. O'zgarmay tursa stabilni har kim uchun ham yaxshi. Ba'zida ko'tarilib ketib qoladi, juda o'shanda bizga o'xshagan ba'zi bir tovuq boqarlar kekirib yorib, alay zubacheskan tish kovlab turadi deydi-ku, Hojiboyda askasi. O'shanaqa bo'lib ketib, keyin ko'tarib yerga urilgandan tovuq boqiydiganlar ham stressga tushib qoladi. Hatto tovuqni o'zi emas, tovuq boquvchilar ham nima bo'lyapti, endi daromad qani? Bir kunda 5 million daromad qilib turaylik, kuniga 1 million ham bo'lmayapti. O'shani stresslar bo'lmasligi uchun narx-navolar bir xil turgani hamma uchun yaxshi. Bu yil yozi bilan bahordan beri narxlarimiz o'zgarmadi. Mana qishki sezonda ham o'sha 31 ming, tovuqxonadan olib ketish 32 ming shunaqa bo'lib turibdi. O'sha bir stabilni turgani hamma uchun ham yaxshi. O'rtoqlar, bu videodan maqsad qiziqqanlarga savollarga javob berib o'tishga harakat qildim. Ko'pchilik so'radi, tovuqxonaning balandligi necha bo'lishi kerak? Mana shu tovuqxonamiz balandligi 5 metr bor o'rtoqlar. Devor tomoni 3,5 metr. E'tibor beramiz. Balandlik qancha balandligi yuqori bo'lsa, hidlar tepaga ko'tariladi. Tovuqlar uchun toza havo muhim bo'ladi, albatta o'shani hisobiga.
demoxodlar tepadagini tortib turadi. Mana demoxodlar. Yana demoxodning sistemasini bitta ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Mana bu demoxodimiz. Mana bu ipimiz, mana ochsak ochiladi. Gofralar ishlaganda yopib qo'yiladi bunday qilib. Mana. Mana shunday gaplar o'rtalar. Hozir jo'jalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridagi jo'jalarimizni sotuvga tayyorlanganlarni, shundan keyingi partiyamiz jo'jalarimiz 15-yanvarda sotuv boshlanadi. Oldingi videomizdagi yerda boqilayotganlari e'lon berganingiz sotiladi deb 3 kundan keyin to'liq sotilib ketdi o'rtoqlar. Hozir ham o'sha tovuqxonada boqib berishyapti. 15-yanvargacha. 15-yanvar kuni olib ketishadi. Narxi qanaqa bo'ldi deyilsa, o'sha 90 kunligi 45 ming edi. Oshish ehtimoli yaqin 3-4 kunda oshadi degan videolarimiz bor edi. O'sha yanvarda 15iga 55 mingga baraka bo'lgan, hammasi 55 ming qilibga baraka bo'lgan. Yanvarda 15igacha boqib beriladi o'sha jo'jalarimiz. Ular sotilmaydi o'rtoqlar, telefon qilmaganligi ma'qul. Keyingi videolarimizda keyingi jo'jalarimiz sotuv paytida yana nomer qoldiramiz o'rtoqlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir xaridorlarimiz zakilab berib qo'ygan joylari bor. Hozir ko'rsatib o'taman to'xonaga kirib. Mana o'rtoqlar, o'sha jo'jaxonamiz. Bu jo'jalarimiz 90 kunlikdan o'tgan. Bularda o'sha 15-yanvarda, ya'ni bugun 1-yanvar o'rtoqlar, yana 2 haftadan keyin mana shu bitta liniyamiz to'lig'icha baraka bo'lgan zakilatini berishgan. 2000 ta mana shunday bitta liniyada 2000 ta bor. 2000 tasi ketadi. Hozirgi xaridorlarimiz ham kelib ungacha tovuqxonamizni to'g'rilaylik deydi. Undan keyin yana xaridorlarimiz undan oldin kelishgan zakaz berib, mana u tomonimiz ham tashda to'lib qoldi deyotganda. Ikkita qatorimiz, ya'ni 4000 ta yo 5000 ta tovuqimiz ortiqchasi bor. Bular 15-yanvarda sotuvi boshlanadi. Buları mana e'tibor beramiz jo'jalarimizni. 15-yanvarda xudo xolasa bular 100 kunlik bo'lib qoladi. 100 kunlik bo'lgandan keyin oxirgi vaksinasiya nima sababdan 15-yanvar degan savollar tug'iladi. 15-yanvar biz 14-yanvar bilan qilib turibmiz. O'sha oxirgi ikkita vaksinasi bor. O'shalarni qilib CCA va OSPA o'shalarni to'liq vaksinasini qilib berib, keyin egalariga topshiramiz. O'shani hisobiga bizdan olgan odam ham vaksina qilay, qanaqa qilaman deb muammoga o'zlarini qilishmaydi, xudo xolasa. Mana bularni e'tibor beramiz. Mana o'sha baldorlari ham chiqib qolibdi. Mana bunisini. Mana jo'jalarimiz holati. Bular 90 kunga yaqinlashib qoldi adashmasa. Veslari 900 gram atrofida bo'lsa kerak. 800-900 gram. 15-da xudo xolasa 1 kilodan o'tib oladi bular. Keyin qachon tuxumga kiradi degan savol tug'ilyapti. Tuxumga o'rtoqlar fevralda 15larda nishona berish kerak qoidasida. Biz fevralda oxiri deb hisoblayapmiz. Sababi olib ketgan odam qanday boqadi, stressga tushirib, o'zini ratsionda bermay boqsa, nishona berish deb hisoblaymiz biz. Nishona berishi fevralda oxiri deb hisoblaymiz. Sababi o'zi fevralda o'rtalarida nishona beradi bular, xudo xolasa. Endi boquvga qarab o'sha ozgina uzoqroqni hisob olamiz. Sababi ko'pchilik yerda boqilganning hisobiga, yerda cho'zilari tuxumi, yerda boqilgan jo'jalar va tovuqlarniki setkaga nisbatan. Keyingi videolarimizda o'rtoqlar telefon raqam qoldiramiz. Keraklicha ma'lumotlarni tushunmagan joylaring bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. To'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana yerda yurgan tovuqlarimiz mana veslarini ko'rishingiz bo'ladi, ko'rinishidan ham. Bular xudo xolasa yaxshi sostoyanida hamma vaksinalari to'liq qilib kelinyapti.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tiborlaring uchun rahmat. Har kimga shunaqangi tovuqxonalar qurish nasib etsin. Yaxshi niyat qilganlar erishadi, xudo xolasa niyatiga. Salomat bo'linglar.